Barchaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Bahodir Esanov. 17 yillik buxgalteriya, soliq masalalari bo'yicha tajribaga ega mutaxassisman. Sertifikatlangan soliq maslahatchisiman. Bugungi podkastimizdagi hamkorim Tojiboyev Ortiqboy aka. Men Tojiboyev Ortiqboy, mutaxassisligim bo'yicha yuristman. 20 yildan oshiq yuridik xizmat sohasida amaliyotga egaman va boshqaruv sohasida ham amaliyotga egaman. Bugungi podkastimizning mavzusi soliq tekshiruvlariga, soliq qonunchiligi haqida. O'zi bu podkastimiz kimlar uchun? Tadbirkorlar uchun, buxgalterlar uchun, moliya, soliq sohasiga qiziquvchi barcha kuzatuvchilar uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. Bugun asosan soliq tekshiruvlari haqida suhbat olib bormoqchimiz. Soliq tekshiruvlarida ko'p nizoli vaziyatlar, tushunmovchiliklar, uni oqibatlari, ko'pchilikni qo'rquvi, tadbirkorlarni qo'rquvi shu soliq tekshiruvlari bilan bog'liq. Ortiqboy aka, nima mavzular haqida gaplashsak bo'ladi oxirgi? Hozir eng hamma uchun aktual bo'lgan, hamma uchun o'sha hozirgi kunda og'riqli bo'lgan juda ko'p amaliyotda uchrayotgan muammolarimiz bu o'sha soliq tekshiruvlari. O'sha menimcha soliq tekshiruvlari haqida gaplashsak, o'sha amaliyotda qanaqa holatlar bo'lyapti, nima harakatlar qilinyapti, qanaqa yechimlar qilinyapti, nima xatoliklar bor, shularni gaplashsak balki ko'pchilik uchun manfaatli bo'ladi. Chunki biz hozirgi kunda uchrab kelayotgan muammolar, boshqalar, ular takrorlanadi, kimdadir yana takrorlanishi mumkin. O'shanday vaziyatda qanaqa yo'l tutish mumkin? O'zi hozirgi kungacha soliqchilikdagi, soliq ma'murchiligida qanaqa o'zgarishlar ketyapti? Ya'ni biz masalan Consulting Partners bo'lib 2019-yilda agar ochilgan bo'lsak, o'sha paytdan boshlab shu yuridik shaxs sifatida faoliyatimizni boshlab firmalarda huquq o'sha soliq bo'yicha muammolari yoki boshqa muammolarini agar yechib, qanaqadir yechim topib yoki o'sha yordam berib kelayotgan bo'lsak, ungacha ham siz ham men ham shu yo'nalishda ishlab kelganmiz. Umuman katta tajriba bor. Biz hozir ayta olamiz, masalan, qanaqa yo'nalishda o'zgarish bo'lyapti. Ya'ni tendensiya qanaqa? Qanchalik tekshiruvlar o'sha osonlashgan yoki qanchalik tadbirkorlarga og'ir yuklari ko'paygan, yuklamalari ko'paygan tekshiruvlarni, shularni ozgina xulosa qila olamiz, fikr bildira olamiz. O'shalarni menimcha bugun ko'proq shu mavzuda gaplashsak hammaga manfaatli bo'ladi. Ha, o'ylashimcha shunaqa. Esizdami, 2019-yil birinchi soliq ma'murchiligi o'zgargandan keyin yangi soliq solish tizimiga o'tilgandan keyin ko'pchilik oldin aylanmada edi, birdan NDSga o'tildi. Buxgalterlar ham tayyor emas edi bu narsaga, ko'pchiligi korxonalar ham nima, qayerda risk bor, nima, birinchidan bu NDS tushunib olishi qiyin bo'lardi o'sha vaqtda. Soliqchilar ham xuddi shunaqa, o'zlari ham tayyor bo'lmagan endi, ya'ni soliqchilarda ham ishchilari ko'p, misol uchun biladigani bor, bilmaydigani bor. O'sha vaqtdagi munosabatlar ham juda nima deydi, bir xuddi yangi boshlanayotganday narsa bo'lardi-da. Misol uchun ikkita tomon ham o'rganib keldi shu paytgacha. Hozirgi kunda buxgalterlarning ham darajasi oshdi, soliqchilarning ham darajasi oshyapti. Uning ustiga texnika raqamlashtirish rivojlanib ketdi, soliq buni ma'murchiligi yana ancha, ularning ichki tizimi ancha raqamlashdi. Buni alohida e'tirof etish kerak. Menimcha hozir O'zbekistonda eng raqamlashgan davlat organi menimcha soliq bo'lsa kerak. O'sha paytda masalan 19-yilgacha eng
keng qo'llaniladigan soliq turi bu o'sha yagona soliq Yagona soliq bo'lardi. yagona soliq bo'lardi. Eng ko'p qo'llaniladi. Ya'ni juda ko'p tadbirkorlarning qatlami shu soliqdan qo'llanib kelardi. Qo'shimcha qiymat solig'i u paytda ham bor edi, lekin kam miqdordagi tadbirkorlar, katta ishlab chiqaruvchilar, juda katta ishlab chiqaruvchilar bu soliqdan foydalanardi. Nima uchun shunaqa edi? O'sha yagona soliqda uchet oson edi, hisob kitob oson edi. Hamma uchun tushunarli edi. Shunday. O'zi qanday bo'lishi kerak? Masalan, tartibga solishni quroli oson va tushunarli bo'lganda u ishlaydi-da. To'g'ri. O'sha paytda o'sha soliq turi juda ham oson va tushunarli edi. Uning uchun juda ham chuqur bilim talab qilinmagan. Tadbirkorlarning aksariyati biz bilamiz, tadbirkorlar juda ham o'sha 2-3 oliy ma'lumotga ega bo'lgan odamlar emasda. Ular o'sha ilk boshdan shu tavakkalga ko'proq tayanib, riskka ko'proq tayanib, shu amaliyotga ko'p kirgan odamlar tadbirkor bo'lib ketadi. Tadbirkorlikda ancha yutuqqa erishadi. Ularda qonunchilikni tushunishi yoki qonunchilikni qo'llashi ya'ni tabiiy bo'lib ketishi kerak, tabiiy bo'ladi. Shunda ular uchun juda ham oson, tushunish uchun qulay bo'lishi kerak. Avvalgi o'sha 19-yilgacha bo'lgan yagona soliqda shu qulaylik bo'lgani uchun ko'pchilik o'sha tartibdan foydalanardi, o'sha tizimdan foydalanardi. Endi hozirgi kunda ham xuddi shu soliq analogi mavjud, shu tizim mavjud. Lekin ozgina o'sha hisob kitobda, hisob yuritishda sal murakkabroq bo'lgani uchun ko'pchilik ham majburiyati bor, ya'ni NDS majburiyati bor. Umuman olganda shu yo'nda oson bo'lgani uchun bo'lgan. Endi hozirgi kunda o'sha 19-yildan keyin, 20-yildan keyin aksariyat tadbirkorlar qo'shimcha qiymat solig'i to'lovchi sifatida shunga o'tib ketdi. Ba'zi birlar majburiyat yuzasidan, ba'zi bir tadbirkorlar shu soliq tizimi ularga ma'qul bo'lgani uchun, ularga qulay bo'lgani uchun o'tishgan. Shuning uchun o'sha ularga xizmat qiladigan buxgalter, moliyachilar ham, soliq idorasi inspektorlari ham, o'sha soliq idorasining xodimlari ham qo'shimcha qiymat solig'ini qo'llashda juda ham mukammal egallash kerak bo'ladi. Endi shu to'g'ri hisob kitob yuritish uchun. Lekin bilasizmi, shu soliq kodeksi endi bu gapni ko'p yuristlardan eshitganman. Yuristlar aytadi, soliq kodeksini qiyin deb endi baho beradi. Ular baribir qonun hujjatiga baho berishda boshqa kodekslardan ko'ra ancha qiyin, tushunish qiyin bo'lgan. Hatto sudyalar bilan gaplashsak ham, sudyalar ham shu gapni aytadi. Juda qiyin degan narsani aytadi. Bu endi sudyalar ham tushunish qiyin bo'lgandan keyin qaror qabul qilishda bu xatoliklarga, noto'g'ri talqin qilishga olib kelmaydimi bu narsa? O'zi avvalgi soliq kodeksimiz ham, umuman soliq ma'murchiligi, soliq qonunchiligi o'zi murakkab, o'zi agar unda o'rganib ko'rsangiz, biz o'zimizga kelayotgan mijozlardan ham bilamiz, tadbirkorlardan ham bilamiz. Juda qiynalishadi, ba'zi bir savollariga huquqiy javob olishga juda qiynalishadi. Nima deb javob aytishadiki, shu ko'pchilik yuristlar bilan gaplashdik, ko'pchilik advokatlar bilan gaplashdik. Soliq qonunchiligini uncha yaxshi tushunishmas ekan, soliq qonunchiligini uncha yaxshi o'sha soliq qonunchiligi bilan ko'p ham ishlashmagan ekan, soliq qonunchiligini ko'p ham qo'llashmagan ekan. Ularda unga yetarli malaka yo'q ekan deb aytishadi.
bu haqiqatda shunday. Avvalgi soliq qonunchiligida ham, hozirgi soliq qonunchiligida ham juda murakkab, tushunib olish juda murakkab. Endi buni murakkabligi avvalgi soliq qonunchiligida bitta soliq kodeksidan tashqari yana bir nechta qonun hujjatlari bor edi, soliq munosabatlarini tartibga olgan. Hozirgi kunda faqat soliq kodeksi deb tan olingan, lekin shunda ham boshqa normativ hujjatlarga murojaat qilinadi. Hali ham bor. Hali ham bor, o'sha eski holat hali ham bor. Lekin hozirgi oxirgi soliq kodeksimizda aniq yozib qo'yilgan, shu soliq kodeksidan tashqari boshqa normativ hujjatlar tartibga solmaydi soliq soliq munosabatlarini faqat soliq kodeksi tartibga soladi deb aniq ko'rsatib qo'yilgan. Lekin shunday bo'lsa ham yana davom etyapti baribir. Boshqa normativ hujjatlarni qo'llash, havola normativ hujjatlarni qo'llash davom etyapti. Bu ham bitta qiyinchiliklardan bittasi. O'zi murakkab, o'zi soliq kodeksining o'zi murakkab. Undan tashqari yana qo'shimcha murakkabligi havola normativ hujjatlar. Ya'ni soliq kodeksidagi ba'zi narsalarni qo'llash uchun yana qo'shimcha normativ hujjatni ko'rish kerak bo'ladi. Shu narsalar murakkablashtiradi, yana ham murakkablashtiradi-da. Xuddi sandiq ichida yana sandiq o'xshaydi-da. Bu endi hozir tekshiruvlar haqida qilsak, soliq tekshiruvlari o'zi eng og'riqli narsa tekshiruvda. Qancha stavka qo'llash kerak yoki boshqa qilish kerak degan narsa emasda, hamma tadbirkorda. Birinchi hamma tadbirkorda bilan uchrashsangiz, masalan shu soliq qonunchiligi bo'yicha, soliq munosabatlari bo'yicha tadbirkorlar bilan uchrashgan paytingizda soliqni qaysidir soliqni, masalan foyda solig'ini yoki yer solig'ini yoki boshqa soliqni stavkasi haqida yoki uni obyekt haqida, uni o'sha boshqa masalalarni so'rashmaydi. Birinchi murojaat qilayotgan masalasi tekshiruv haqida. Ya'ni tekshiruv qanaqa? Tekshiruvni tartibi qanday? Tekshiruvni hujjatlari qanaqa? Nimaga tayyor turish kerak? Nimaga tayyor turish kerak? Aksariyat o'sha tadbirkorlar, hatto endi boshlayotgan tadbirkorlar ham soliq tekshiruvini hali u faoliyatini boshlagani yo'q, hali u bironta bir tadbirkorlikdan daromad ko'rgani yo'q. O'sha tadbirkorlik faoliyati o'xshadimi, o'xshamadimi, o'shani ham aniq bilmaydi. Lekin eng boshidan o'ylantiradigan narsasi o'sha soliq tekshiruvi qanaqa bo'ladi? O'zi men to'g'rimi? Shunaqa? Ha, to'g'ri qo'shilaman fikringizga. O'zi mana tekshiruvni asosiy sabab bo'ladi-ku, tekshiruv nimadan keladi? Soliq tekshiruvi desa, birinchi o'zi soliq xavfidan tekshiruv keladi-ku, korxona misol uchun soliq xavfi degani Shu yerda bitta unda aytib ketish kerak. Mana qarang, endi bitta yaxshi tendensiyada, yaxshi burilish, yaxshi o'zgarish shundaki, avvallari, masalan 10 yil avval, undan avval soliq tekshiruvlari o'tkazilishi qanaqadir soliq xavfiga bog'liq emas edi-da. Majburiy bo'lgan. Majburiy davriylikka bog'liq edi. Ya'ni har 5 yilda, har 3 yilda, har qanchadir muddatda tekshiruv o'tkazilishi majburiy edi. Ya'ni o'sha davriylikni kutib yashalardi-da. Bu o'z-o'zidan noto'g'ri narsa. Masalan, tekshiruv aniq bo'ladi sanda 3 yildan keyin yoki 2 yildan keyin tekshiruv aniq bo'ladi degan narsa. Hozirgi o'zgarish, yaxshi tarafga o'zgarishdan bittasi o'sha soliq buzilishi xavfi mavjud bo'lgan tadbirkorlik subyektida tekshirish o'tkazishga o'tkazilyapti, ya'ni o'zgaryapti. Bu yaxshi narsa. To'g'ri. Ya'ni to'g'ri ishlaydigan, soliqni to'lab keladigan, soliqni o'z vaqtida to'lab keladigan, hech qanday bir qonun buzilishiga yo'l qo'ymaydigan korxona uchun tekshirish bo'lmasligi
ehtimoli katta. Tushundim. Tekshiruv kelmasligi ehtimoli katta. Endi tekshiruv kelsa ham to'g'ri ishlaydigan korxona uchun nima zarar deyish mumkin? Faqat bu o'sha vaqt resursidan yo'qotish, ortiqcha e'tiborni, fokusni boshqa tarafga qaratilishi zararlari bo'lishi mumkin. Lekin umumiy olib qaraganda, agar to'g'ri ishlab turgan, ya'ni soliq qonunchiligimizdagi, soliq ma'murchiligimizdagi bitta yaxshi o'zgarishlardan bittasi bu haqiqatda soliqni buzishi mumkin bo'lgan tadbirkorlik subyektiga tekshirishga borishing mumkin degan bir oltin qoida kirib ketyapti. Bor-da hozir. Hozirgi kunda bor. Endi yana bu ham mustahkamlanib boryapti-da, borgan sari mustahkamlanib boryapti. Ha, o'zi soliq xavfi nima deb tushuntirish berib o'tib ketsak, o'zi soliq xavfi degani bu sodda qilib aytsak, korxonani soliq to'lamaslik ehtimolida, ya'ni soliqdan qochish ehtimoli, soliqdan qochib to'lamayotgan firmalarni soliq xavfi yuqori firma desa bo'ladi-da, o'zi shular tekshiriladi-da odatda. Endi buni soliq xavfini qanaqa qilib boshqaradi? Hozir hamma narsa avtomatlashib ketgan-ku, raqamlashgan. Uni ma'lum mezonlari bor, baholaydigan. Lekin bu yerda bitta narsa, ana shu mezon ochiq emas-da. To'liq ochiq emas. Ayrim qismlari ochiq, lekin soliq aytmaydi. Mana buni qilsang, riskingni baland deb baholayman va tekshiraman seni demaydi-da. Ya'ni o'sha mezonlar endi har xil gap so'zga qaraganda 500 tacha mezon bor ekan deb eshitganman. Ma'lumi bir 30-40 tasi ma'lumda uni. Qolganini ochiq emas, yopiq. Menimcha buni ochish kerak deb o'ylayman, chunki korxonalar o'zi bilish kerak nimalarni qilish mumkin, nimalarni qilish mumkin emas. Shunga nima deb o'ylaysiz? Yo'q, o'zi to'g'ri. Hozirgi kunda bitta savol, hammani qiynaydigan savol, ham soliq mutaxassislarini ham, masalan, soliq maslahatchilarini ham, tadbirkorlarni ham hammani qiynaydigan savol soliq riskini qaysi kriteriyalar bilan baholashadi. Shu savolda agar soliqchilarga bersangiz, soliqchilar aytadi, buni deydi programma deydi. Programma o'zi qiladi deydi, o'zi baholaydi deydi. Ya'ni hozir nippel yopiq tizimga aylanib qolgan. Xuddiki o'sha programma butun tizimdan ustundek bo'lib qolgan. O'zi aslida unday bo'lish kerak emas. Har qanday huquqni qo'llashda bitta asosiy oltin qoidasi bor. Huquq qo'llanayotgan, har qanday norma qo'llanayotgan odam o'sha normani avval to'liq bilgan bo'lishi kerak, tanish bo'lishi kerak. O'shani avvaldan xabardor bo'lish kerak-da, unda imkoniyat bo'lishi kerak. O'sha normani buzmaslikka harakat bo'lish kerak. Ya'ni buzmaslikka unga imkoniyat berish kerak. Ha, chegarani chizib berish kerak. Avval chegara chizib beriladi, chegarani u aniq bilish kerak. O'sha chegarani buzmaslikka unga imkoniyat berish kerak. Chegarani biz chizib qo'yganmiz, sen chegarani buzding, meni xabarim yo'q edi-ku bu chegaraning chizilganidan. Yo'q, biz o'zimiz chizganmiz, buni seni xabardorliging, seni bilishing ahamiyatsiz degan narsa bu xato narsa. Ya'ni o'zi huquqni asliga, huquqni negiziga mos kelmaydi. To'g'ri kelmaydi. Da, to'g'ri kelmaydi. Shu yerda keyin mana buni tartibi, misol uchun soliq xavfini darajasini aniqlash uchun bunga ham ball beradi-da korxonalarda. Lekin o'sha hech bo'lmasa ballini ham ko'ra olmaydi-da tashkilotlar. Necha ball to'plabman degan. Bu yopiq ballni ham yopiq. Ya'ni 100 ballik ball tizimi bor, lekin necha ball olganingizni o'z bilmaysiz. Ya'ni ball bunga korxonalarga ball qo'yiladi-da. 100 ballik ball tizimi bor, lekin necha ball olganingizni o'z bilmaysiz. Shu yerda korxonalar ko'pchiligi adashtiradi buni. Bilasizmi? Soliq xavfi darajasini aniqlaydigan ball tizimi bor.
и barqarorlik reytingi bor. U ham 100 ballik. Barqarorlik reytingi bu rag'batlantiruvchi xususiyatga ega. Korxonalarga sen palon ishni qilsang, baling yuqoriroq bo'ladi va imtiyozlardan foydalanasan deydi. Misol uchun, tamo'jnida bo'lib to'lash, zachyotka olish kabi shunaqa soliq tekshiruvi bo'lmaslik degan ballar bor. Imtiyozlar bor. Ya'ni bittasi konfet, ikkinchisi tayoq vazifasini bajaradi bu ikkalasi. Bittasi rag'batlantiradi, barqarorlik reytingi. Soliq xavfini darajasini belgilash tizimi bor, u jazolaydi. Ball yuqori bo'lib ketsa, unga tekshiruv chiqib keladi. Narigi barqarorlik reytingi ochiq, yaxshi, hamma biladi, o'zi nima qilsam ball beradi qo'shimcha deb harakat qiladi. Lekin narigi xavf darajasini aniqlashda bilmaysizda. Qayerga qarab yurishda agar men buni qilsang senga shuncha ball beriladi desa, shuni qilmaslikka harakat qiladi-da, yomon anaqaga tushib qolmaslik uchun. O'sha men hozir shuni ham aytmoqchi edim. Masalan, o'shani agar soliq xavfini baholashda mezonlarini aniq bilsa tadbirkor, balki o'sha mezonlarni bajarish uchun unda juda ham yaxshi sharoit bo'lishi mumkin-da. To'g'ri, shunga mos shunga mos harakat qilishga juda ham yaxshi sharoit bo'lishi mumkin, lekin u bilmagani uchun o'sha xatoni takror yo'l qo'yishi mumkin-da. Bitta faktor, bitta omil bilmasligi. O'sha xatoni takrorlamasligiga o'zida xohish yo'qligi emas. Xohish bor. Hozir siz ham xabaringiz bor. Juda ko'p tadbirkorlar bilan ko'rishasiz. Aksariyat tadbirkorlar maksimalni shu soliq qonunchiligini buzmaslikka harakat qiladi. Juda ham shu soliq qonunchiligini buzmasdan tadbirkorlik qilishga ham o'zlari, ham o'sha rahbar xodimlarini ham shunga chaqirishadi, shunga harakat qilishadi. Lekin bitta muammoki, qanday qilib buzmaslik mumkin degan narsani kriteriyni bilishmaydi. Ya'ni biz nimani buzyapmiz ekanki, bizga har safar soliq tekshiruvi kelyapti. Boya aytgandek, balki bitta harakat bilan, bitta qadam bilan to'g'rilab qo'yish mumkin bo'lgan omil bo'lishi mumkin. Balki mezonlar o'zi xatodir Balki mezonlar o'zi xatodir. Bilmaymiz-ku uni. Ochiq bo'lsa, misol uchun обратный связь, qayta aloqa so'ralmayapti-ku. To'g'rimi? Hech kim so'ralmaydi. Mana bu mezon bo'yicha tekshiruvga keldik, seni xato ekansan deb so'ralmaydi-da hech kimdan. Yo'q, bu bunaqa, balki unga tushuntirishi bordir. Bunaqa emas, senda shunaqa texnik xato bo'lishi mumkin bu narsa. O'zi mana ko'pchilik soliq tekshiruvi deganda endi ko'p tushunib qoldi. Shu paytgacha 3 ta edi, yaqinda yana bittasi qo'shildi. 4 xil soliq tekshiruvi bor-da. Hozir kameral soliq tekshiruvi, sayyor soliq tekshiruvi, soliq auditi va hozir yaqinda qo'shildi. Bu yildan boshlab masofaviy soliq tekshiruvi degan qo'shimcha. Bu endi markirovkalarni tekshiradigan. Ularga qisqacha qilib tushuntirish berib o'tsak, misol uchun birinchisi kameral soliq tekshiruvi bu korxonaga umuman kelmasdan, soliq hech narsa so'ramasdan korxonadan soliq o'zini ish joyida o'tirib, korxona topshirgan hisobotlarni tekshiradi va o'zidagi tashqi manbalardan olgan ma'lumotlarni bilan solishtirib biron bir xulosaga keladi. Agar nimadir unga to'g'ri kelmasa, korxonaning topshirgan hisobotlari bilan tashqi manbalar keyin aloqaga chiqadi-da, mana bu yerda senda shuncha nomuvofiqlar bor, qo'shimcha soliq bor, to'lamaganning xavfi bor deb chiqishi mumkin-da. Sayyor soliq tekshiruvi esa bu korxonani ma'lum bir yo'nalishlarini tekshiradi. Deylik, skladda qoldiq sanashi mumkin yoki kassa apparati to'g'ri ishlatilyaptimi, ishlatilmayaptimi, yana boradi, lekin butun bir faoliyatni tekshirmaydi. O'sha aniq ma'lum bir qismini tekshiradi. Bu ham qisqa muddatda. Keyin masofaviy soliq tekshiruvi bu endi hozir boya aytganimizdek markirovka bilan bog'liq, ya'ni markirovkalanadigan tovarlarni nazoratini qilish bilan bog'liq.
eng qiyini ko'pchilikni xavotirlisi, ko'pchilik xohlamaydigani bu soliq auditi. 3 yillikni tekshiradi. Keladi sizni korxonani vaqti ketadi. O'sha korxonadagi buxgalterda vaqti ketadi. 1-2 hafta kamida, bo'lmasa 1-2 oy korxonada yuradida. Shuni. Eng bosh og'riqli shu endi. Mana shu tekshiruvlar borda, bu tekshiruvlarda hozir qanaqa muammolar ko'ryapsiz siz ko'p endi amaliyotda? Amaliyotda birinchisi o'sha kameral bo'ladigan bo'lsa, kameralda aniq masalan nima uchun bular bo'lingan? O'zi nima uchun bo'lib qilingan maqsad uchta alohida soliq tekshiruvi joriy qilinishidan o'zi maqsad nima bo'lgan? Kameralda umuman soliq organi bilan soliq to'lovchini o'rtasida muloqot umuman bo'lishi kerak emas. Ya'ni kameral soliq tekshiruvi o'tkazilishi to'g'risida xabarnoma keladi. Faqat xabardor bo'ladi, bo'ldi. Ha, bizni tekshiryapti ekan, mayli tekshiraversin. Xabardor bo'ladi. O'sha xabardor bo'lishini o'zi bilan faqat shu xabardor bo'lishlik bilan ishtirok etadi. Korxona, firma. O'zi mantig'i shundayda, kameral. Lekin biz amaliyotda ko'ryapmiz, o'sha kameral paytida ham kameral soliq tekshiruvi tayinlanadi. Kameral soliq tekshiruvi tayinlanadi. Soliq xodimi o'sha kameral soliq tekshiruvi doirasida korxonani buxgalteriga yoki boshqa xodimiga murojaat qilib, ulardan hujjat talab qiladi, hujjat so'raydi. Endi talab qiladi deb ayta olmaymiz, lekin hujjat so'raydi. Qanaqadir hujjatlarni so'raydi. Ha, u gap endi bu yerdanoda aslida qonunchilikda ularda haqqi yo'q, lekin hammasi ham so'ramaydi, so'raydiganlari bor-da. Bu xuddi huquqini biladimi, bilmaydimi? Agar huquqini bilmasa berishga to'g'ri keladi. Yo, siz muammolarni so'radingiz-ku, ya'ni mana o'sha hammasi ham so'ramaydi, lekin o'sha aksariyat muammo shundaki, hujjat so'raydi. Menda aniq bitta fakt qog'ozi rasmiy xati bilan bor. Yaqinda bitta mijozimizda bo'ldi shunaqa. Korxonada hech qanaqa turdagi tekshiruv bo'lgani yo'q. Lekin xat keldi rasmiy. Shu tashqi manbalardan oldik. Senda bankka tushgan tushuming bilan kassa apparatda urgan puling mos kelmayapti. Shuning uchun 3 oylik bank oborotingni olib ber bankdan degan xat keldi-da. Buni umuman qonunchilik bo'yicha soliq qonunchiligiga zidda bu. Unaqa so'rashga haqqi yo'q. Faqat tekshiruv payti so'rashi mumkin-da. Tekshiruvda bironta turi bo'lgani yo'q korxonada. Bu birinchisi bo'lsa, ikkinchisi bu tashqi manbalardan oldik deb qayerdan olyapti? Bankdan olish, ya'ni bu masalaga nima? Bank siri to'g'risidagi qonunga asosan bankdan olish hali aniq bo'lmagan narsa uchun so'rashi bu ham noto'g'ri-da. Bank bermaganman desa, buni qayerdan olayotgan bo'ladi bu ma'lumot yoki taxmin qilib tavakkal ishlaydimi bu yerda? Yo, bunaqa holat ko'p bo'ladi. Bunaqa holat bilasizmi? Ya'ni otdan oldin aravani qo'shib qo'yish holatida. Ya'ni hali tekshiruvni o'zi yo'q, tayinlanmagan. Lekin biz sizda shunaqa qonun buzilish aniqladik. Shunga yoki masalan o'zi aniq jarimalarda shuncha qo'shimcha soliq to'lashingiz kerak degan xat keladi yoki o'sha boya siz aytganingizdek qo'shimcha hujjat talab qilinadi-da. Bu hali tekshiruvni o'zi na kameral, na sayyor, na audit bo'lgan, lekin to'g'ridan-to'g'ri shunaqa murojaat keladi, shunaqa xat kelyapti-da. Bu o'sha otdan oldin aravani qo'shib qo'yishdagi gapda hali soliq endi boya masalada gaplashdik-ku. O'shanga bitta qo'shimcha bor edi. Soliq xavfini mezonlarini baholash mezonlari bizda uncha aniq bo'lmagani uchun mana shu narsa
tadbirkorlarga qanchalik zarar bergan bo'lsa, misol uchun boya aytdik-ku, tadbirkorlarga zarari qanaqa? Birinchidan o'sha noaniqlik juda ham qattiq e'tirozga sabab bo'ladi. Nima, mani o'zi aybim nima degan narsaga hech kimda javob yo'qligi qattiq e'tirozga sabab bo'ladi. Ikkinchidan, takror kelishida o'sha takrorlayotgan xatosini to'g'rilashga imkoniyat bermaydi, chunki bilmaydi, o'zi nimani to'g'rilashni o'zi bilmaydi. Uchinchidan, soliq idorasini xodimlariga ham juda katta zarar beryapti bu. Sabab soliq idorasini xodimlari faqatgina o'sha programmadan oldik degan javob bilan harakat qilishyapti-da. Evet. Dasturga ishonib qolgan. Dasturga ishonib qolgan. Dastur bizga chiqarib berdimi? Bu 100% haqiqat. Demakki, bu asosli deb ishonib qolgan. Soliq idorasi xodimlari o'zini ustida ishlashni to'xtatib qo'ygan. Ha, chunki soliq to'lovchi nimadir savol bersa, nimadir e'tirozi bo'lsa, ular shu dastur bilan yopyapti. Yo'q, unga tegishli javobni berish uchun, unga uni o'sha e'tirozini yopish uchun, uni e'tirozini qandaydir asosli qilib o'sha javob qaytarish uchun, e'tiroziga qandaydir asosli qilib javob qaytarish uchun o'rganib, izlanib, haqiqatda asosliligini qonun bo'yicha, o'zini yo'riqnomalari bo'yicha, o'zini o'sha lavozim yo'riqnomalari bo'yicha, boshqa ichki hujjatlari bo'yicha o'rganib chiqib, javob berishni o'rniga o'sha dasturga havola qilib qo'yishyapti-da, o'zini ham darajasi tushib ketyapti. Soliq idoralari, masalan, aniq ayta olamiz, 4-5 yil avval, misol uchun, qanaqadir bir holat bo'lib qolsa, soliq idorasiga borib, soliqchilar bilan o'sha narsani tortishayotgan paytingizda soliq idorasining xodimlaridan ko'p narsa o'rganib olsangiz bo'ladida, o'rganadingiz. Haqiqatda ular shunaqa salohiyatga ega edi, shunaqa kuchi bor edi. Ular bilan tortishgan paytingizda nimanidir sizga isbotlab berib, nimanidir asoslab berishi ko'p hollarda bo'lardi. Lekin hozirgi kunda soliq idorasining xodimlari bilan umuman soliq haqida, bironta bir holat haqida, noto'g'ri ma'murchilik haqida bahslasha olmaysiz yoki biror narsani muzokara qila olmaysiz. Chunki ularda o'sha saviyasi ancha pastga tushib ketyapti. Dasturga ishonib qolgani uchun. Ya'ni ular o'zi istar istamay shu narsaga borib qolyapti. To'g'ri. Juda ham kuchli soliqchilar hozir kam. Endi mana kameral soliq tekshiruvi haqida gaplashyapmiz-ku. Kameral soliq tekshiruvda oxirgi payt soliqni bitta nima desa bo'ladi buni? Bitta yurish qilyapti-da ular, ko'p ko'rinyapti. Kameral soliq tekshiruvi bilan bir vaqtda sayyor soliq tekshiruvi chiqyapti-da. Bu qonunchilikda bor shunaqa imkoniyat. Bir vaqtda chiqishi, chunki sayyordan ba'zi bir ma'lumotlar kelish kerak, uni ko'rib, kameral boyagi o'zini tekshiruvini davom ettirish kerak. Shunaqa qilish mumkin. Lekin bitta joyi bor, sayyorga kelgan odam o'zini sayyor doirasida emas, tekshiruv, endi ma'lum buxgalteriyaga kelgandan keyin firmaga borib ma'lumotlar oladi-ku so'rab. O'sha doirada emas, undan ko'proq, ya'ni boshqa agorodga kirib xabar olgandek, ma'lumot olganda ko'proq ma'lumot olib ketyapti-da, chunki bu kameralni ko'proq qurollantirish maqsadida. Ya'ni buni hamma firma ham bilmaydi-ku. Misol uchun oddiy huquqlari, majburiyatlarini hamma yoddan bilmaydi. Tekshiruv doirasida bo'lyapti, kelyapti deb turib ko'proq ma'lumot berib yuboryapti. Bu xuddi auditga o'xshab qolyapti-da, mohiyatan. Ya'ni bu auditda to'liq tekshiruv mumkin-ku korxonani. Endi uni aniq chegarasi bor sayyor soliq tekshiruvida. Lekin ko'proq ma'lumot olib ketib, sayyor hech narsa demaydi, menda hammasi joyida deb ketadi, bor kameralga beradi. Ana endi kameral boshlaydi ko'proq savol berishdi, boshqa berishdi. Hozir mana shu narsaga, agar shu narsani soliqchilarga
aytilsa, e'tiroz bildirilsa, ular bitta narsa deyishi mumkin. Masalan, soliq idorasi eng katta rahbarlari ham shunday narsa deyishi mumkinki, "Xo'p, olib ketsa nima? Korxonada agar hamma narsa qonuniy bo'lsa, hamma ma'lumotni olib ketgan taqdirda ham u soliqchi hech narsa qila olmasligi kerak-ku, hech narsa qila olmaydi-ku. Demakki, sizlarda o'sha korxonada nimadir xato." Shunaqa o'y fikr bo'ladi, savol. Soliq idorasi tarafidan shunaqa fikr bo'ladi. Lekin bitta masala bor-da. Masalan, siz ham mana o'sha uzoq yillik buxgaltersiz, uzoq yildan beri buxgalteriya uchetini xabaringiz bor. Korxonalarda aksariyat buxgalteriya ucheti orqada yuradi-da. Shunday. To'g'rimi? Ya'ni u xohlaganidan emas. O'zi shunaqa, tabiatan. Shunaqa, ya'ni tabiatan buxgalteriya hisobi o'zi tabiatan shunaqa. Tarix bo'lib o'tib ketadi, keyin yozib keladi. Buxgalteriyani o'zi mazmuni nimaki? Buxgalteriya tarixni yozadi. Tarixchi, bunday olib qaraganda tarixni unga hujjatlarga aylantiradigan shaxsda. Shunday. Bo'lgan amaliyotni olib hisob yuritadi, hisobga kiritadi. Shunday. Aynan o'sha vaqtda, aynan o'sha davrda ba'zi bir qilingan amaliyotlar kiritilmagan bo'lishi mumkin. Ha, to'g'ri. To'g'rimi? Ba'zi bir qilingan amaliyotlar kiritilmagan bo'lishi mumkin. Bu narsa ular tekshiruvchi uchun xatodek olinadi-da, xato deb olinadi. Aynan mana shu narsa bilan qo'shimcha soliq hisoblashga yoki boshqa bir jazo chorasi qo'llashga ular harakat qiladi. Ya'ni bu yerda qo'rqadigan narsasi, tadbirkorning qo'rqadigan narsasi noqonuniy harakati emas. Tadbirkorning qo'rqadigan narsasi tadbirkor nima xatoligi shunda bo'ladiki, buni ham endi xatolik deb bo'lmaydi, bu aytdikki, o'z vaqtida kiritilmagan ma'lumotlar bo'lishi mumkin-da. Mana shu narsa ularga qo'l keladi-da. Mana ba'zi bir ishlab chiqarish korxonalarida shunaqaki, misol uchun buni texnik imkoniyat darajasi, ya'ni agar qiyin bo'lgan ishlar bor. Misol uchun ishlab chiqarish. Ishlab chiqarishda mahsulotlar kelishi, chiqishi va omborda ma'lum bir kundagi holati oyning oxiriga mos kelishi mumkin-da, kunlikka emas. Yoki chunki ishlab chiqarish amaliyotini buxgalteriyada qilish oyda bir marta yig'ib qilinadi. Kunlik qilsa bo'ladi uni. Faqat uni kunlik qilishga ketgan xarajat qimmatga tushib ketadi. Bitta buxgalter emas, 4-5 ta buxgalter ishga olish kerak bo'ladi-da. Ya'ni u arzimaydi, iqtisodiy jihatdan o'zini oqlamaydi-da. Deylik, tekshiruv sayyor oyning o'rtasiga keldi, 17-chisloga keldi. Keladida qisqa muddatda vaqt beradi, menga mana bu kunga ostatka qilib ber debdi. Jismonan buni imkoniyati juda kamda. Endi u o'sha yerda nima qiladi? Buxgalteriyadagi odamlar, o'sha buxgalteriyadagi xodimlar kechasi bilan ishlab bo'lsa ham yarim oylik отчетni qiladi-da. Chunki ertagacha muddat bergan, qilishga majbur bo'ladi. Ya'ni shunaqa noqulay, ya'ni buni qanday desam bo'lgan? Amaliyotga moslanish kerak bo'lgan shunday jihatlari ko'pda. Shunday, endi nima deydi? Maqsad xatolikni topish emas. Maqsad o'sha korxonaga maksimal darajada soliqni o'z xohishi bilan to'lashga, o'sha o'zini ixtiyori bilan to'g'ri bo'lgan soliqni to'lashga da'vatga bo'lish kerak-da. Maqsad shunday bo'lish kerak. Tekshiruvdan maqsad shunaqa bo'lish kerak. Ya'ni ular kelib, tekshiruvchilar qanday qilib yengillashtirsa bo'ladi? Soliq hisobini qanday qilib yengillashtirsa bo'ladi? Sizlarning faoliyatlaringda. Shu maqsad bilan kelish kerak-da. Shu maqsad bilan kelsa, boyagidek holat bo'lmaydi. Ya'ni har bitta harakatidan, har bitta kamchilikdan soliq oqibati topib, soliq oqibatiga o'sha har korxonaning har bitta kamchiligini soliq oqibatiga olib borishga harakat bo'lmasligi kerak-da. Yana bu yerda bitta narsa muhim, endi men o'zim shaxsiy fikrim, o'zi mana iqtisodiyot qanday ishlashi bo'yicha aytadigan bo'lsak, mana
iqtisodiy ne'mat yaratiladi deylik, pul topiladi. Sodda qilib aytganda, pulni kim topadi o'zi? Tadbirkorlik subyekti topadi, tadbirkorlar pul topadi. Endi davlat bir qismini soliq sifatida oladida, bir qismini oladi uni. Soliqchilar xuddi o'zini pul topayotganday namoyon qiladida bu yerda, ya'ni muhim prioritet masala bizmiz. Aslida biznes pulni topayapti-da. Pulni biznes topayapti. U biznesni qancha ko'p topsa, soliq organiga bilan bo'lishadi, ya'ni davlat bilan bo'lishadi. Sherik. Bo'lishadi bu narsani. Ya'ni shu yerda to'g'ri sherik bo'lish kerak. To'g'ri sherik, yordamchi sherik bo'lish kerak degan qarash borda bu yerda. O'shanda o'zi qoida bo'yicha shunday bo'lish kerak. To'g'ri sherik bo'lish kerak. Davlat soliq organini vakilligida, ya'ni soliq organini soliq organi orqali to'g'ri sherik bo'lish kerak tadbirkorlikka. Shunday, to'g'ri. Qanday to'g'ri sherik? O'sha biznesda yukini kamaytirib, xarajatlarni kamaytirib, maksimal daromad olishiga imkoniyat qilib berish kerak. O'shandan keyin u ham manfaatdor bo'lishi kerak. Ya'ni soliqni manfaati shunda bo'lishi kerak. Yo'q, uni maksimal kamchilikka yo'l qo'yishini, maksimal kamchiliklarni kutib oxirida jazolaymanda bu o'zimni solig'imni olaman degan nuqtai nazar bo'lishi kerak emas. Shunday. Endi bu fikrlar qayerdan kelyapti bizda? Biz uzoq yildan beri shu biznes vakillari bilan ishlab kelganimiz uchun, uzoq yillardan beri ularni faqat shu dardini eshitib kelganimiz uchun, faqat shu muammoli vaziyatlari bilan murojaat qilgani uchun bizda shu fikr borda. Agar bizga biznes vakillari shu bizda hammasi yaxshi, xursandmiz deb kelganda, biz bunaqa fikrlar, bunaqa keyslar bo'lmasdi bizda. To'g'ri. To'g'rimi? Shunday. Endi sayyor bu kameral bo'yicha qisqacha gaplashdik. Sayyor bo'yicha gaplashsak, sayyorda qanaqa? Sayyor tekshiruvda qanaqa muammolar deb bilasiz? Sayyor tekshiruvda boyagi muammo, asosiy muammo o'sha aynan o'sha vaqtdagi oxirigacha qilinmagan hali texnik ishlar, oxirigacha qilinmagan, yetkazilmagan texnik ishlarni oqibatini soliq kamchiligi deb qabul qilish, bu sayyorda eng katta kamchiligi mana shu. Ya'ni amaliyotdan uzoqlashib qolgan. Amaliyotdan uzoqlashib qolgan. Shu eng asos. Aslida sayyorda o'zi maqsadi shunday bo'lishi kerak. Borganda amaliyotdagi kamchiliklarni o'rganib, ko'rib, ularga o'sha to'g'rilashda imkoniyatini berib, maksimal o'sha amaliyotga yaqinlashtirishda imkoniyatini berib, undan keyin agar bironta kamchilik bo'lsa, o'shani fiksatsiya qilib, o'shani qanaqadir hujjatlashtirib ketish kerak aslida. Lekin hozir unday emas. Sayyorda asosiy kamchiliklardan biri, endi umuman sayyorda ham, kameralda ham, o'sha kameraldan boshlab keladigan bo'lsak, juda ham ko'p soliq xodimlari o'sha buxgalterdan o'zidan talab qilishadi. Endi mayli, kameralda bu narsa kamroq bo'lishi mumkin. Kameralda chunki to'g'ridan to'g'ri kontakt yo'q. Yuzma-yuz kontakt yo'q, shuning uchun bunda kamroq bo'lishi mumkin kameralda, lekin sayyorda shunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Buxgalterda o'zidan talab qilinadi. Ya'ni buxgalterga jadval qilib ber. Jadval qilib ber. Shunday jadval bo'lsinki, jadvalingda nedastacha bo'lsin. Shuncha nedastacha bo'lsin, bo'ldi, shu bilan yopamiz. Buxgalter aytadi, men unaqa qilib bera olmayman, menda unaqa nedastacha yo'q deydi. Bu ikkalasi o'sha yerda qarama-qarshilikka boradi qanchadir qismga majbur bo'ladi yoki o'sha qarama-qarshilik paydo bo'ladi. Ya'ni boya aytganimizdek, maqsad aynan kamchilik bilan chiqarib ketish degan maqsad bilan. Menimcha bu yerda KPI
bog'liqmi deb o'ylayman. Soliq qo'mitasi bu KPIlarni ko'rib chiqish kerak menimcha, o'zini xodimlarini qayta ko'rib chiqish kerak. Sababi har qanday tekshiruvchilar, endi tekshiruvchilar ham odam, ko'p holatlarda gaplashganmiz. Ularni ham yaxshilab eshitsiz. Ayrim holatlarda kamchilik topolmaydi-ku. Umuman kamchilik topolmagan vaqtlar aniq aytadi ochiq-ochiq. Men qaranglar, ma'lum bir summa yozmasam bo'lmaydi. Hozir yaxshi ishlabsizlar, zo'r ekan. Lekin men shunday yozmasdan borsam, mendan birinchidan shubhalanishadi. Ikkinchidan ishlamagansan deyishadi, menga minus. Iltimos yozay degan holatlar ham bo'ladi-da. Ya'ni korxona hamma narsasi joyida. Ya'ni menimcha mana shu qarashni to'g'rilash kerak. Ya'ni bordingmi, quruq qo'l bilan qaytib kelma degan. Ya'ni u ovchi emas-ku, ular borib ovlab, ovdan quruq qo'l bilan qaytib keldi. Borib tekshiryapti. O'sha boyagi boshidan qo'yilgan ayblovlar o'z tasdig'ini topmasa, hammasi joyida ekan. Bo'lishi mumkin-ku shunaqa holatlar. Buni bilasizmi, nimaga o'xshatish mumkin? 2016-yilgacha, 17-yillargacha endi biz o'sha huquq yo'nalishida ko'p bo'lganimiz uchun jinoyat ishlarida juda kam bo'lardi, oqlov hukmi juda kam bo'lardi. Aksar deyarli bo'lmasdi oqlovda. Hozir o'sha 16-17-yillardan keyin oqlov ko'paygan. Shunday. Endi uni qanchalik asosli asossizligini endi sudlarda o'zi baholaydi, lekin haqiqatda ko'paygan. Bizda o'zimiz ham xabarimiz bor. Shu oqlov qarorlari aksariyat holatda asosli chiqyapti. O'sha paytdagi sudyalarda shunaqa bosim bo'lardi, oqlov chiqarmaslik bosim bo'lardi. Ya'ni qanday bo'lmasin, shu bir jazo belgilash bosim bo'lardi. Hozirgi kunda Xudoga shukur deymiz, bu narsa bosim yo'q. Oqlov ko'paygan. Ya'ni balki bu tendensiya sudlardan balki soliqqa ham o'tar, xudo xolasa. Chunki haqiqatda mana tan olib aytish kerak. Sudlarda bu narsa ko'paygan. Hozirgi kunda o'zimizda o'sha sudlarda qatnashayotgan o'sha sud masalalarimizda ham, sud ishlarimizda ham ko'p aytamiz. Men ko'p aytaman bolalarga ham, o'sha xodimlarimizga ham. Hozirgi kunda sudlarda ancha to'g'ri qaror qabul qilish yo'lga qo'yilgan. Haqiqatda masalan, birinchi instansiyada bo'lmasligi mumkin yoki ikkinchi instansiyada o'xshamasligi mumkin, lekin uchinchi instansiyada yoki o'sha oliyda bu narsalar ancha to'g'ri talqin qilinyapti-da. O'sha masalalar. To'g'ri. Bu balki sudni bir necha bosqichdan iboratligi bu narsaga sababdir. Balki shu amaliyotni soliq ma'murchiligi ham qo'llash kerakdir. Bir-birini xuddi nazorat qiluvchi. Bir-birini nazorat qiluvchi. Hozir shundayki, hozir ham bor bu amaliyot, hozir ham bor, lekin juda zaif ishlaydi. Bu xuddi bular anonga o'xshaydi-da, xuddi hammasi bitta g'oya ustida ishlayotgan komanda deydi ular. Shunday. Bir-birini hech qachon rad qilmaydi-da. O'zi qonunchilik bo'yicha bu narsa nazarda tutilgan. O'sha pastki bo'g'indagi soliq idorasidan norozi bo'lgan, e'tiroz bo'lgan shaxs yuqori bo'g'inga e'tiroz bildirishi mumkin, o'sha shikoyat qilishi mumkin degan narsa bor. Lekin aksariyat holatda biz ko'ramiz, mana amaliyotdan bilamiz. Aksariyat holatda pastki bo'g'indagi qarorlar bekor qilinmasdan o'sha o'zgarishsiz qolib, yuqori bo'g'inda ham aynan o'sha qaror qabul qilinyapti-da. Balki bu o'sha suddagi bir necha bosqichlilik o'sha o'zgarishlar bo'layotgani, birinchi instansiyadagi qarorlar ikkinchi instansiyada o'zgarayotganligi yoki ikkinchi instansiyada ham o'zgarish qolganlar uchinchi instansiyada o'zgarayotganligi sudda mana shunaqa to'g'ri ishlayotganiga, yaxshi ishlayotganiga sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin. Balki soliq idorasida ham, soliq ma'murchiligida ham shu narsani ko'proq joriy qilish kerakdir. Qarang, mana shu Savdo-sanoat palatasi huzurida soliq qoida nizolar bo'yicha ekspert kengashini tashkil qilinishini o'zi ham shu narsani ko'rsatyapti-da, shunga ozgina tasdiq, isbot bo'lyapti-da. Ya'ni soliq idorasini o'zida obyektivlik
kamligini bildiryapti-da. Nizolarni ko'rib chiqishda obyektivlik kamligini tasdiqlayapti bu ham. Chunki mana agar bu mana shunaqa qayta nazorat ustidan nazorat qiluvchi bo'linmalar ko'paysa, qaror qabul qilayotgan odam qaror qabul qiladi-ku. O'ylaydi-da, har tomonlama chuqur o'ylab ko'radi. Ertaga men noto'g'ri qaror qabul qilsam, narigi tomon qo'shilmasa, ustidan shikoyat qilish huquqi, endi hozir ham bor sud tartibida shikoyat qilish. Ya'ni agar bu osonroq bo'lish uchun soliqda ichida bo'lsa-da, bu birinchidan arzon bitadi-da. Sudga chiqsa bu yurist yollash kerak yoki soliq maslahatchisi yollash kerak, korxonaga qo'shimcha nagruzkada bu narsa. Agar bu soliq bu davlat boji bor, vaqt masalasi, kimdir yugurish kerak. Soliq organining o'zi bilan hal bo'ladigan bo'lsa, bu narsa buxgalterda o'zi yugurib ham hal qilib qo'yishi mumkin-da bu narsani korxonada. Keyin hozir mana sayyor haqida gaplashdik, ozroq kameral haqida gaplashdik. Endi ko'pchilik asosiy boya aytganimizdek qo'rqadigan tekshiruv turi audit. Nimaga qo'rqadi o'zi? O'sha vaqt ko'p oladi-da. Tushundim. Shu haqida ozroq gaplashsak, nima bu yerda ko'p nima muammolar, kamchiliklar bor deb o'ylaysiz? Xo'p, mana hozir siz so'radingiz auditdan qo'rqishning sababini, korxonalarda biznes egalari nima uchun auditdan qo'rqadi deb. Meni fikrimcha, biznes egasini audit tekshiruvidan qo'rqishini asosiy sababi shuki, o'sha korxonada bir qo'pol qonun buzilish bo'lmasligi mumkin. Qanaqadir soliqdan qochish bo'lmasligi mumkin. Lekin soliq organlarini yondashuvi shunaqaki, korxonadagi har qanday xatolik, har qanday kamchilikni soliq oqibatiga olib borish imkoniyati bor. Ya'ni biz bilamiz, korxonalar qanday o'sadi? Xatolarning hisobiga o'sadi, kamchiliklarning hisobiga o'sadi. Ya'ni bitta xato bo'ladi, o'sha xatoni bartaraf qilinadi, o'sish bo'ladi. Shunday. Ikkinchi xato bo'ladi, o'sha xato bartaraf qilinadi, o'sish bo'ladi. Ya'ni xatolar qancha ko'p bo'lsa, korxona shuncha ko'p o'sadi, shuncha tez o'sadi. Endi shu xatolarning hammasi ham soliq xatosi emas. Ya'ni soliq oqibatiga olib boradigan xatoliklar emas. Lekin soliq tekshiruvi audit kelgan paytda o'sha xatolarni maksimal darajada soliq oqibatiga olib borishga harakat qiladi. Mana shu narsadan soliq korxonani egalari, tadbirkor shu narsadan cho'chiydi. Ya'ni qo'rquv shu yerdan paydo bo'lgan. Mana shu narsadan oqibatda paydo bo'lgan. Auditdan qo'rqishning asl sababi shu. Asl sababi shu. Ularda vakolatlari cheksiz. Ha, vakolat juda yuqori. Yani cheksiz deya olmaymiz, vakolat juda yuqori. Qonunchilikdagi tekshiruvga taalluqli bo'lgan normalar ancha noaniq, ancha o'sha noaniq yozilgan, noaniq berilgan. Bu narsadan o'sha soliq idorasi vakillari foydalanishga harakat qiladi. Maksimal kamchilik topaman deb keladi. Ha, kamchilik topaman deb keladi. Shuning uchun o'sha audit tekshiruvidan qo'rqish, audit tekshiruvidagi vakolat juda katta. Soliq tekshiruvchining vakolati juda katta. Amaliyotda audit natijalari bo'yicha uchraydigan yana bitta katta muammolardan bittasi borda. O'zi audit nima? Deylik, qaror chiqaradi soliq organini boshlig'i yoki uni o'rinbosarida. Qaror imzo qo'yish huquqi bor ularda. Misol uchun va tekshiruv tayinlandi, qaror chiqdi tekshiruv haqida va kimgadir buyruq chiqaradi, sen borib tekshirib kel deb. U korxonani tekshirib aniqlagan kamchiliklarini yozadi, yozish kerak. Men mana kamchilik topdim deb. Keyin o'sha topgan kamchiliklarni dalolatnoma ko'rinishida yozib soliq organiga qaytib boradi va rahbarga ko'rsatadi. Mana meni tekshiruvga jo'natuvdingiz, korxona borib o'rgandim. Mana bunaqa kamchiliklar topdim deb. Tartibga ko'ra soliq organining rahbari yoki o'rinbosari uchrashuv tashkil qilish kerak. Ya'ni tadbirkor bilan. Tadbirkor chaqiradi.
Men xodimimni jo'natuvdim seni tekshirishga. Mana bir oy tekshirib keldi. Tekshiruvda mana bunaqa kamchiliklar aniqlabdi. Shunga nima deysan? Qo'shilasanmi shunga yo e'tirozlaring bormi? deb so'rash kerak. Va o'sha yerda munozara ketadi. Ya'ni qarshi tomon o'zini fikrini bildiradi yoki asoslantiruvchi dalillar keltirishi mumkin. Qo'shilmagan bo'yichada o'zi o'sha rahbar, soliq organi rahbari yoki uning o'rinbosari o'zini xodimini va tadbirkorni eshitib, oxirida qaror qabul qilish kerak. Ha, xodimim to'g'ri yozibdi yoki xodimim adashibdi, men bu yerda xato qilgan deb turib, oxirida xuddi sudya vazifasida qaror qabul qilish kerak-da. Lekin amaliyotda mana shu joyi umuman ishlamaydi-da. Tekshiruvdan keyin hech bir umumiy uchrashuvga taklif ham qilinmaydi. Qilinsa ham o'sha joyi ishlamaydi. Rahbar yo'q bo'ladi borgan vaqtda. Keyin dalolatnomalar o'zgartirilmaydi. Ya'ni praktikada, misol uchun kimdir dalolatnoma yozib programmaga kiritdimi, endi buni o'zgartirmayman, hech qachon o'zgarmaydi degan vajni keltiradi-da. Yoki tizimga kiritib qo'yganman. Tizimga kiritib qo'yganman. Endi o'zgartira olmayman. Ya'ni tizimni haqiqiy holat ustidan ustuvorligi. Eng qizig'i o'sha rahbarga beriladi-ku, qaror imzo qo'y, QR kodli anaqa chiqadi bilsangiz. Imzo qo'yadi. YTP kalitga o'xshagan. O'sha rahbarni kaliti o'sha tekshiruvchi bo'limdagilarda-da, rahbar nomidan o'zlari imzo qo'yadi-da. Rahbarni yo o'sha zam soliq organi rahbari yoki o'rinbosari bunaqa ishlarni ko'rib, o'rganib, to'g'ri qaror qabul qilish uchun o'rganish uchun vaqti yo'q-da. Boshqa ishlar bilan, tashkiliy ishlar bilan tekshiruvchilarni o'zida qolib ketganda, o'zi dalolatnoma yozadi, dalolatnoma asosida o'zi qaror qabul qiladi. Shu boya aytganimizdek, nazoratni pog'onalari ishlamaganligida. Mana shu qismi pog'ona ishlamaydi-da, mana shu joyda. Nazorat pog'onalari umumiy soliq ma'murchiligini ichidagi nazorat pog'onalari ishlamasligi asosiy o'sha qo'rquv, soliqdan qo'rquvni sababi shu. Ya'ni o'sha soliq inspektori agar tadbirkor bilan muloqot qiladigan soliq inspektori bo'lsa, soliq inspektori deb qarasak, soliq inspektorining qarori har qanday boshqa qarorlardan ustun. Ya'ni uni qat'iylik belgilanib qolgan. Amaliyotda soliq inspektorining qaroriga qat'iylik tusi berib qo'yilgan. Shu tekshiruvga kelgan inspektor hamma narsani hal qiladi. Hamma narsani hal qiladi. Uni yuqori pog'onalar, o'sha nazorat qiluvchi pog'onalar, o'zgartirishi mumkin bo'lgan pog'onalar, ular ishlamaydi. Mana shu narsa asl qo'rquvning sababi shundan. O'shaning uchun ilgari avval xuddi shunday holat sud organlariga nisbatan bo'lardi. Sud organlariga ishonch juda past edi. Sudyalarga ishonch past edi. Ya'ni nimani qaysidir holatni adolatli ko'rib chiqishiga juda ishonch past edi. Mana oxirgi o'sha 7-8 yilda bu narsa o'zgardi. Haqiqatda o'zgardi. Biz buni aniq ishonch bilan ayta olamizda, o'zgarish juda katta. Chunki o'sha pog'onalar ishlayapti-da. Shunday. Nazorat pog'onalari ishlayapti. Odamlar bu narsani o'zini ustida, o'zini terisida, tanasida sezgani uchun o'sha fikr ham o'zgaryapti. Qo'rquv kamayganda. Sudga murojaat qilishdan yoki bironta bir masala bo'yicha, nizoli masala bo'yicha sudlashdan qo'rquv kamaygan. Endi umid qilib qolamiz soliq organida. Soliqda ham xuddi shunday vaziyat bo'lish kerak. Ya'ni mana bizda yaxshi bor-ku, praktika bor-ku. Chet el amaliyotiga ko'ra, ba'zi bir chet davlatlarda amaliyotiga ko'ra mana shunday ekan, shuni qo'llamoqchimiz degan vaj keltiriladi. Chet elda amaliyot kerak emas, mana o'zimizda amaliyot. Yaqqol misoli, masalan, sud tizimidagi ijobiy o'zgarishni qo'llasa bo'ladi, bemalol. Shunday. Menimcha bugunga yetarli. Vaqtimiz mavzu vaqt
Chegaralangan vaqtimiz ham vaqt jihatidan o'sha tugatishga, to'xtatishga majburmiz. Endi bu o'zi mavzu juda katta mavzu, buni davom etamiz. Hali juda ko'p nyuanslari bor. Bu mavzuni davom ettiramiz. Agar shu mavzuga taalluqli bironta sizlarda ham qo'shimchalar bo'lsa, savollar bo'lsa, o'sha o'rganilishi kerak bo'lgan nyuanslar bo'lsa, shuni bemalol kommentariyada yoki o'sha yo'llab yozishingiz qo'ysalaring mumkin. bo'ladi. Xudo xohlasa maksimal o'rganib, o'sha qo'limizdan kelgancha tavsiyalarni beramiz. Bitta narsaki, o'sha hammamiz bitta narsaga harakat qilishimiz kerak. Soliq biz soliq munosabatlarining ishtirokchisimiz-da. Soliq munosabatlarining ishtirokchimiz hammamiz. Hamma ishtirokchi. Kimdir jismoniy shaxs sifatida, kimdir yuridik shaxs sifatida, kimdir soliq tarafidan ishtirokchi, soliq inspektori bo'lishi mumkin yoki soliq ma'muriyatida ishlashi mumkin. Hammamiz soliqni ishtirokchilarimiz-da. Shu soliq munosabatlarini yaxshilanishidan, to'g'rilanishidan hammamiz manfaatdormiz. Umidvormiz, manfaatdormiz. Manfaatdormiz-da, hamma manfaatdor. Chunki soliq to'g'ri ishlab tursa, yaxshi ishlab tursa, siz boshqa ishingizni to'g'ri qilasiz. Bemalol bexavotir qilasizda boshqa ishlar. O'shaning uchun kelinglar, mana harakat qilaylik, maksimal harakat o'sha to'g'ri biz juda ham pastki pog'onada bo'lishimiz mumkin. Bu ma'murchilikda juda eng pastki pog'onasida bo'lishimiz mumkin, lekin baribir biz ishtirokchimiz. Baribir biz o'zimizni harakatimizni qilishimiz kerak, shuni to'g'rilashga. To'g'rimi? To'g'ri. Endi nima deydi, to'g'rilash vakolati to'g'ridan-to'g'ri bizda yo'q, lekin biz fikrlarimiz bilan, biz o'zimizni amaliyotda ko'rayotgan xatoliklarimiz bilan, biz takliflarimiz bilan shunga qo'shilishimiz mumkin bu jarayonga. Katta rahmat. Katta rahmat sizga ham. Rahmat. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, qo'llab-quvvatlang, kommentariya yozing. Sog' salomat bo'ling.